Bitta video ko'rsataman, ichagim buralib qoladi. Rostdan shunaqa qolamizmi? Mana mashinani qildiribdi. Men e'tibor bermagan ekanman. Hozir vodiy kelganman, qo'rqyapman to'g'risida. Qara. Gaz bersam qara. Aka, mana gaz beraman. Mana qara. Senda ham bormi? Menimda o'ynaydimi tushunmadim. Siz qo'rqmang, ko'kragingizni ko'tarib yuring, mashinani erkagini minib yuribman deb. Yomon qizlarni ko'p mindirgansiz, ko'zi ochilib ketibdi deyapti. Mashina salonida ko'rganda qiladi deb qo'ydi. Tormoz bosib ko'ring, ruchno ko'tariladi. Tormoz bilan gazni birdan bosing, mashina o'zini screenshot qiladi. Sunnat qilish kerak buni deb qo'yibdi. Sen ham sunnat bo'lgansan, to'g'rimi? Dumalog'i. Bitta gap aytaymi? Quyosh chiqyapti. Sen ne yeding? Qo'qonli tabibga siltalamaganmisiz o'zi mashinani? Bormi og'riq? Testosteron oshib ketgan erkak mashina ekan. Qorbobo. Mana sen ham bo'ydosan, men ham bo'ydoman. Sen ham bo'ydosan, sen operatorsan, to'g'rimi? Sen hech kim emassan, Qorbobo. Ko'rganmisan shu. Bo'ldi.